Qızlar bu yavuzruğuna şunchalik süsü, kempek tatlı çıkan mavi xunşuygan jonruğunu ap geldim qızlar. Müştecanglar kören qızlar mani qılvasanlaş qılып bek set içil gitsizlar. Şuan qızlar yaq tuğan qızlar çoqqum dinjen konjoq qo'ylanlar bu qılamayma itamayma deb o'ttursangiz herkes qılamaysiz. Maraymak ekşip chotkuni ilib, mush egishib qilsangiz kirim degani menda bek chet qiladigan bo'lib gitsizlar. Biz qızlar kirimimizni boshlab ketaylik. Kirimdan burun mushu men penda yuzimizga bir qadam chaplab, ananki yuzimizni bir qur aytib o'tamiz. Nimishga aytib ya vaqtda qızlar kirim qilishdan burun balki yuzinglarda qo'yichan bo'lib qolish mumkin. Shunasiga aytib o'tgandan keyin kirim qilsanglar kirmanglar shunchalik paysi holatda fut bo'lib singadi. Andan shundaq bosh pumlarda yuzinglar bir qadam chechib o'tgandan keyin Muştun o'xshash jinhua shon bulamda va yoki tedi shon bulamda yuzimizdan kafin bulga yalay berib olsak bo'ldi. Berib olgandan keyin qizlar yana o'xshashlar, mushu fengshey sukash unutib qolmaymiz qizlar. Fengsheylarimizni sukib olgandan keyin bu ishlatgan men bo'lib qolib qolsa, mushu chekrining birinchi nomerli shanya baymeyi meyimizni sukib qilib olgandan keyin mushu tilyang yeda, tilyanglarni qilib olamiz, lego faliyon degandek yalani tilyang qilib olamiz. Tilyang qilib olgandan keyin mushu dinjon pumodiyan bir qatam berib o'tib, chekrining shanya bays birinchi nomerli qupsida yüzümüzge dinjon qilib olamiz. Dinjonlarni bir qurib qilayotgandan keyin qizlar qizsiz o'tib ketdik. Andan keyin mavi findeyiz, sanfin, fengshey shon degan narsalarni ham yosh bosh betga dugunni qizlar ishida avasanglar bo'ldi. Andan keyin qishimizni avval mushu shoz bir qatam supur o'tgandan keyin ashram makeup berib olsak bo'ldi. Ram makeupni qizlar eng avval seriqni berib, andan keyin mushu shin zo'ngsini berib o'tdim. Andan keyin showroomsiz o'tib ketaylik. Showroomni sizga vaqtinglarda mushunga o'xshash showroom pan cho'qqum bo'lish kerak. Showroom ichidagi kafiran elib, ko'zonlarning ichki tarafida yanvod yadin. Mush ichkirga siyarbidan birini sizsanglar bo'ldi. Siz olgandan keyin burnolarning uchini mushunda holatda, andan keyin ichki tarafini mushunda holatda sizib chiqarib olgandan keyin ichidagi oq rangda burnolarning uchi, usti, ko'zimizning oldi tarafini inchga holatda tilyang qilib olamiz. Ma tilyang qilgan vaqtda qizlar cho'qqum diqqat qilinglar, bek kangri holatda tilyang qilatmanglar bo'lmasa, bek sal chiqib qoldi kirmanglar. Andan keyin mavi yengpani ichidagi esa to'g'ri mayliroq rangni elib, ko'zimizning qopig'imizga beramiz. Ust qopig'imizga berib olgandan keyin mushu burnimizning uchiga ozroq berib olamiz. Berib olgandan keyin ichidagi qiniq qahva rangda mushu neyan sherimizni cho'tkada qiniqlab olamiz. Qiniqlab olgandan keyin yenjolarimizni ozroq chiqarib olgandan keyin mushtaq asta holatda sharjlarimizni sizib chiqarib olamiz qizlar. Sharj sizga vaqtda cho'qib avaylab sizinglar. Andan keyin o'salarimizni sizib chiqarib olgandan keyin ozroq yenshanimizni mush hozir chiqarib olamiz. Chiqarib olgandan keyin kirpigimizni jemojada egib, andan keyin laxlarimizni berib qilib olgandan keyin kirpikni chaplab olsak bo'ldi qizlar. Ma ishlatgan leki bo'lib qolib qolsa, mush chiparaning leki bo'ldi qizlar, shunchalik payiz chiqib kelish qilib. Andan keyin mushu yenshanbida quyruqini tatiblar mushuna qalatsiz olsanglar bo'ldi. Kirpikni chaplab qilib olgandan keyin sayxonlarimizni beramiz. Sayxon bergan vaqtda mush ikki anglarga, andan keyin burnolarning uchiga, andan keyin mush inkonlarga berib olamiz. Berib olgandan keyin showroomdan ichidagi oxiranda mush xil senjoshing holatdagi shozda tilyang qilgan yalan yana bir qatam tilyang qilib olamiz. Tilyanglarni qilib olgandan keyin shunshanbida ig'izimizning shaklini sizib chiqarib olib, andan keyin mushu ko'ngillarimizni berib qilib olsak bo'ldi. Qo'limizni yetib qilgandan keyin eng oxirida qizlar hammadan payzi yeri mau qavg'ona burnimizning uchiga, ustiga andan keyin ko'zimizning oldini tilyang qilib olamiz. Mau qavg'on mushu boshpatga dugunimda bor qizlar ashada avasanglar bo'ldi. Amsa bu yan kirimlarimizni oxirlashda yoqtirgan qizlar cho'qqum meni tensan qancha qilish unutib qolmanglar. Bek payz kirimdan chiqib berma. Xayr xo'sh. I love you, boy. I love you too. It's you and I.